Hürmetli görürmenler, bugünkü dersimizde yemek içmek adeti ve kişinin salayeti ve salametligi hakkında sözlep ötümüz. Biz ötkenki derslerde yemeklerinin hususiyeti, paydalılık, ziyallık ve şundakla şifalık rolü hakkında toxtulup ötken yemeklerinin maddi ve terkipleri hakkında noktalık bayanlarda bulduk. Bugünkü dersimizde bu cansız boğan yemekni yeydigan canlıq kişinin şu yemeklerge boğan muamelesinden onun kişilik içki dünyasını, göz karışını operasiya kılıp çıkımız. Gerçi yemekler cansız bolsunmu, lekin onu yegenden keyin onun rolü canlıq ve roşan ifadelandı. Her yemek özünün şifası yoki alayligi, xususiyetleri, tabiati jihatdan canlıq bir kişinin istimalidan keyin u hücrelerden bütün bedengichilik bo'lgan mikro ve makro ta'siri tufaylidan u bizni so'zlatadi, bizni bir ishga da'vat qiladi yoki biz yemeklarni tırnak içinde sözlediğimiz, hareketlendirimiz. Birinciden, eğer yan üstelde bir kişi nahayetli tez aldırap yoki hücum karakterde yemek yevatkan bolsa, bu kişinin medeniyet cihetten üstün emesligi, bu kişinin o kadar esil kiyinip algan bilen yoki o kadar köp tamakni buyurtup özüne bay, güçlük, her nersini setip alalaydigan görüngen bolsumu, lekin bu kişiniki ameliyatda pek bay emasligini ve yoki pulusi bolsumu bay, kuvvetlik, inovatlik, obro'yli kishi emasligini ko'rsatadi. Çünkü bir kişi hakikaten boy olsa aldığa o kadar köp yemekni tizvamaydı yoki yemekke aç büyürlerdek hücum kılmaydı. Bu yerde yandan eskertip öteyle boy degen pulu var deganlik emas. Yani pulu bağliki insanlarını boy dep atıgalı olmaydı. Pulu var kişilerini puldar deymiz. Hem pulu bağ olup, hem kitap okuyduğun, hem yazıdığın, hem ballarını okutduğun veya ki başkalarının okuşuğa yardım kıldığın kişini enindinkin bay dep atayımız. Hem de temimizge kelsek, aldığa köp tamak tizip aldıgan veya ki tamakni özü uzun mezgil aç kalgandek yeydigan veya ki yemeklerinin tabiatiga qaramay bir-birisi bilan chiqishadigan yemeklarni aldığı tizip teng iste'mol qildigan, yemeklerinin tabiatiga qaramay onun bedenge ko'rsatgan ta'sirini bilmay o'tirgan kishilarni pulda, bilimde, aqlda boy adam, yetishgan adam yoki bir ishni o'lchab, muvofiqlashtirib, mantiqqa uyg'un ish qila oladigan adam degil bo'lmaydi. O'tganki darslarimizda aytib o'tganimizdek, yemek muvofiq bo'lsa, tabiati uyg'un bo'lsa, kunning har soatlaridagi avval qarta shuning uyg'un yemek yeyilgan bo'lsa, buni hamda aql, to'g'ri adam deb tanıymiz. Etigellik
tushlikda iste'mol qiladiganni kechda tushda yeyishga bo'ladigan yemekliklarni atiganda nashtada yegan odamni aqlsiz, nodon yoki bo'lmasa ijtimoiy iqtisodiy o'rni tuvan deb qaraganimizdek dasturxonga shu tushlikda yoki o'yinda, ya'ni tushlik, oqshomlik, atiganlikni tushlik deymiz. Shu tushlikda yeyishga bo'lmaydigan tomoqlarnimi ustalga tizib o'tirgan bo'lsa, bu odamni pulisi bo'lsinmi, lekin aqlda, bilimda, tibbiy ilmda va yoki boshqa ishlarni idora qilishdagi saviyasidami nomrod yoki tuvan darajalik odam deb tanıymiz. Shuning uchun bir kishining yemek içmek ve ziyofat ve yoki bir ustalda, bir dasturxonda ko'rsatgan ifodasiga qarab uning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy ve ilmiy qiyofatini aniq topqili, razvedka qilib uni bilgili bo'ladi. Shuning uchun atrofimizdagi kishilarni hammasini o'zidan tuvan ko'rib, aqlsiz, nodon ko'rib, atrofdagi kishilarga parvosizlikcha qaramasligimiz lozim. Belki bu kishilarning ichida nihoyatda olim, kuzatuvchi, tahlilchi, tadqiqotchi odamlar bo'lishi mumkinki, bizniki haqiqiy ahvolimiz bilinib qolmasin. Shuning uchun o'zini boy sanaydiganlar ko'pchilik bu yerda ehtiyot bilan, diqqat bilan bu dasturxonda nihoyatda mo'tadil, haddini bilgan ve o'zini tutib olgan shaklda ifoda bildirishi lozim. Albatta kishilar bo'lmagan yolg'iz sharoitimizdami ilmiy ve nefsini yıqqan holatda bo'lsak texim yaxshi. Kishilarning, jamoatning ve ko'pchilikning ko'z oldida o'zimizni ifodalash, o'zimizni fosh qilish, o'zimizni bildirib qo'yishning va yoki bo'lmasa chandırib qo'yishning hech bir foydasi yo'q. İkincisi, davomliq uyga mehmon chaqirish va yoki do'st yaran, urug' tuqqanlarni davomliq uyda mehmon qilishning o'zidan shu kishiniki madaniyat, iqtisod, ijtimoiyat ve oiladagi haqiqiy ahvolni bilish mumkin. Aile ve yoki uy aslida yashash uchun, huzurlanish uchun, o'zining shaxsiy mahremini saqlash, qo'g'dash ve uyni tutib turish uchun to'liq kerakli bir makon hisoblanadi. Uy qandaqdir mehmon chaqirish ve yoki yotoq ochgandek mehmonlarni qo'ndirish uchun emas. Mehmondo'stlik, mehribonlik bizniki muhim alayliklerimizden biri. Bunu elbette devam qilamiz, lekin davomliq her kuni uyga mehmon chaqirish va yoki haddidan oshiq yaqinlik ko'rsatib davomliq uyda mehmon yotqizish, bu uyning ittifoqligi, tozaligi, uyninki maxfiyatligi, shaxsiy bir muhitimizni qo'g'dirishi qatorliq jihatdagi üstün medeniyetimizge kılınan pervasızlık ve çakçaktan ibaret.
Bo'libmi uyga davomliq mehmon chaqirib dasturxon tuzaydigan kishilarning psixologiyasi amaliyotda u kishilarni yaxshi ko'rganligidan, u mehmonlarni kutib olib, ularning quzg'ini to'yg'izish, ularga yordam qilish maqsadi bo'lmasdan, amaliyotda quzg'i to'q kishilarni uyiga chaqirish orqali o'zining uyidagi zib-zinnatlarni, loyihalanishni, uydagi jabduqlarniki naqadar pulliq ekanligini ko'rsatish. Shundaqla o'ziniki yemak-ichmakda boy, quzg'i to'q ekanligini ko'rsatishdan boshqa hech bir ilmiy bir ma'no bu yerda mavjud bo'lmaydi. Chunki davr taraqqiyotida kishilar her zaman tomoq etib yeyalaydi, tomoq tepib yeyalaydi. Bu sharoitda davomliq uyiga mehmon chaqirish va dasturxonni mo'l qilib, uningdan keyin bu dasturxonni to'kib o'tish va bu dasturxon orqali o'zini ko'z tutishni asosliq maqsad qilish, yemak-ichmaklarni bahona qilib, o'zini bozorga silishni asosiy maqsad qilish bu yerdagi o'yinning asli siri hisoblanadi. Davomliq mo'l dasturxon tuzab, mehmonlarni yemakka zo'rlash, ko'p yemaganlarni tanqidlash, yemak orqali o'zini podshoh his qildirish, saylatish, kishilarni majburan o'zini maqtatish, amaliyotda bu haqiqiy boy odamning ishi emas. Haqiqiy boylar uyiga mehmon chaqirsa, kitoblardan, ilmiy emgaklardan, burunqi do'stlikdagi hikoyalardan va buningdan keyingi yaxshi o'tish haqidagi tilaklardan boshlaydi va bu temalar bilan oyoqlashtirdi. Bu yerdagi suhbat yemak-ichmak bilan bulg'unib, quyuqlashib va yoki üstü yepilib qolmaydi, balki güzel suhbatlar, esil kitoblar, yaxshi eslimalar va hayvatlik planlar bilan bu dasturxon oddiy bo'lsa-mu, üstün, mertebelik, sahnelik ve şahane bir tusga o'zgardi va yoki shu muhitni bizga yaşatdi. Boy odamlarning dasturxoni türü ko'p bo'lsa-mu, az yemekler bilan, organik yemekler bilan, asliga uygun tayyorlash bilan, an'anaviy yemekler bilan bezalgan bo'ldi. Bu yerda suhbatlar qaysi markalik mashina, nima markalik kiyim, qancha kilolab oltin kumush va qandaqdir do'stlarning, tuqqanlarining g'aybati yomon gapi va yoki buningdan keyingi maddiyatda baslashish qatorliq temalar bo'lmasdan, biz ilgari qandaqdir, hozir qandaq bo'lyapmiz, keyin qandaq bo'lmoqchi, qandaq qilsak bir-birimiz bilan birga yaxshi o'tamiz ve kuchli holda sahnaga chiqamiz, qandaq qilsak hammamiz to'plashib aqlda, bilimda, iqtisodda boy bo'lamiz degan temalar so'zlandi. Bo'libmi bolalarniki o'qish, o'rganish ahvoli suhbatning asosiy temasi bo'ladi. Mushu bayonlardan uyiga davomliq yemeklik mehmonlari chaqirgan, dasturxonni to'g'ri ustidan boshqa hamma narsa bilan to'ldirishga kuchigan, yemek orqali boshqalarga o'zini ko'z-ko'z qilgan, az yeganlarni zanglik qilgan, yemek-ichmak orqali boshqalarni razvedka qilishga tirishgan,
boshqalarni o'ziga egilishga majbur qilishga uringan va yoki bo'lmasa boshqalarni o'zidan tuvan ko'rishga tegidan mushunda bir maqsadni ichiga yushirib olgan mushu kishilarni amaliyotda boy, aqlliq ve beden salomatligini yaxshi bilmaydigan, bilmaganligini bilmaydigan, bilmaganligidan g'ururlanadigan shundoq teshi palpal, içi boş, saxta boylarni mushu orqali pashqa chiqalaymiz. Üçüncü bir avval köp yeganlikni, oldiga kelganni yevolganlikni ve qancha kilo yeganlikni ve yoki odatda uchramaydigan, az uchraydigan yemek, içmek, meyve chevalarni yevolganligini maqtanish ve ertesi ish o'rnida, maktabda, do'stlar orasida bo'lsin, şu yemekleri arkalık maqtanganlarni ameliyatda turmushi ancha yuqori bo'lmagan, madaniyat seviyesi tüverek, başlangıç maktabni bek puttamagan veya ki oliy maktab diplomi bo'lsa-mu, tehi bir maktabda o'qigandek bo'lmagan, professor, doktor unvoni olgan bo'lsa-mu, ta şu başlangıçtaki kallasını qap qalgan kishilarni bu yerdami pashqib chiqalaymiz. Uyda emas, sirtidami asosliq temisi qaysi yemeklarni jiq yesa, qaysi meyvelarni ko'p yesa, qaysi ko'ktatlarni oshirib yesa foyda qildiganligi haqida so'zlab yurganlar va yoki asosliq temisi yemek içmek bilen cheklanganlarni balkim 4. sinfdan ustiga chiqmaganlar deb tanıymiz. Mayli o'qigan, mayli diplomi yuqori bo'lsin, amaliy ifodasi yuqorqidekli bo'lsa, bu odamlarni yig'inchoqlab, hammani to'plab o'ttirsini chiqargan vaqtimizda 4. sinfni puttamagan holatda bo'ladi. Mushu o'lcham bilan qaragan vaqtida xalqning mutlaq ko'p qismi haqiqatan o'qimagan yoki boshlang'ichni puttamagan ahvolda ekan. Nodon kishilarning ko'p bo'lishi, hayvoniy aloyliklarni davomli asos tema qilishi, yigini, ishkini haqida maqtanishi, xalqning ichida o'qimaganlarning yoki o'qib bilmaganlarning haqiqatan yuqori nisbatni egallaydiganligini biz bu yerda rahimsizlarcha o'ttirib qo'ymay amalimiz yo'q. Kishilarning diplomi bir narsani ifodalagan bo'lsa edi, kishilarning kiyvolganligi uni shoh yoki bek qilib ko'rsatgan bo'lsa edi, yoki kishilarning yigini, ishkini oltin bo'lib keyingi avlodlar qolgan bo'lgan bo'lsa edi, bu dunyoning tarixi boshqadan yozilgan bo'ladi va yoki bizning ahvolimiz bu holatda bo'lmagan edi, bo'lmas edi. Chunki yevolgan, ichvolgan bir yandan oqsil, shakar ve mineral moddalar bulup bedenge ozuq olsa köp kısmı ter, tırnak, çaş bulup sırtığa etildi ve o bir xil axlatga hesap buludu. Eğer kişilerin kiyvolgan kiyimleri onu padişah ya bek qilib ko'rsatgan bo'lsa edi, xalqdagi bu shakilvozlikda bek emas, hamma odam payg'ambar, hamma odam podshoh,
hamma odam melek bo'lib ketgan bo'ladi. Agar biz degan so'zimizda o'zimiz bo'lgan bo'lsak edik, hammamiz falsafa, faylasuf, hammamiz eng ustidagi o'lima, eng yuqori darajadagi olim bo'lib ketgan bo'lsak edi. Bular edik. Chunki deganimiz bilan qilganimiz pek o'xshab ketmagan bo'lg'achqa, biz bu yerda rahimsizlarcha ochiq aytamiz. Aqlda, vijdonda ve sifatda nomrod, tuvan ve saxtikor odamlar bek ko'p nisbatni egallaydi. Shuning uchun ahvolimiz, turqimiz mana shundoq. Biz yuqorida yemek-içmeklerde ve öy tutuşda ve yoki sirtidagi kishilar bilan bo'lgan munosabatda o'zimizning haqiqiy ahvolimizni ifodalab qo'ydigan xuyimizni, ahvolimizni so'zlab o'tdik. Bu yerda yemek bilan bevosita munosabatli bo'lmagan boshqa alayliklardan biz keyingi qatimlarda söz açımız. Asaslık bugün bir kişinin yemek, içmek ve dastıxandaki ifadelerden onun kim ekanligini deyiniz koyup, onunki haqiqiy ahvolini bilib yetishga bazı texnikalik usullarni so'zlab o'tdik. Bu yerda demakchi, kishilarni baholash va kishilarni bayqash asas maqsad emas. Mushu bilimler orqali biz o'zimizniki turqimizni ve yemek-içmek adetimizni to'g'ri yo'lga silishimizni, o'zimizniki nima va kim ekanligimizga qarta qaytadan o'ylanish kerakligini bu yerda o'tirib qo'ymoqchi. Biz bugungi darsimizni mushagicha davom qildik. Keyingi darslarda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.